Salom hammaga, sizlar bilan Albek Player. Bugun men Minecraft Hardcore'da 1 minutlik, 10 minutlik, 1 soatlik uy quraman. Videoni boshlashdan avval shu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va unda ham boshladik. Birinchi 1 minutlik uyni mana shu daraxtdan qurmoqchiman. Shunchasi yetadi deb o'ylayman. Endi kerakli narsalarni qurib olamiz. Hozircha shularni yig'ishga ulgurdim. Endi bo'lsa qishloqdan ham hali qishloqqa borib ham picha narsalarni yig'ish kerak. Endi kech tushda uxlab olish kerak. Qurishda boshlasam ham bo'ladi. Avval mana shu narsalarni ham olib olish kerak. Shu yonga turib tursa tezroq qo'yiladi. Vaqtida menimcha biroz o'tib ketdi, lekin hech nima qilmaydi. Eng muhimi qurish buni. Bilan birga qo'yish kerak. Mana shunday qilib 1 minutga qurolmaykanim, 5 minutla vaqt ketsa kerak. O'ylaganimdan juda ham ko'p vaqt ketgan. O'zi bir uyda kichkina deb o'ylardim. Lekin ko'p vaqt ketib qoldi o'ylaganimdan ham. 1 minutga o'zi tugatib bo'laman dedim. O'zi ko'p vaqt ketyapti. Keyin bo'lsa yetmay ham qoldi bunalarga. Hal qurib olish kerak. Yetsa kerak endi. Mayli. Mana deyarli tayyor. Faqat eshik ham qo'yish kerak. Endi teparoqga chiqish kerak. Yetmasa kerak deb o'ylayman. Yetmadi baribir. Mana shu yerlardan olib turaman endi. Bu ba'zan o'zi shunaqa qilib qurmoqchi edim, lekin 1 minutdan ko'p vaqt ketib qoladi. O'ylab bundan kichkinarog'ini qursam, kichkinasi undan ko'p vaqt ketdi. Buni hal qurganimni videoga olmadim. Lekin mana chiroyli chiqayotgan bo'lsa kerak.
bittagina yetmay qoldi endi. Kecham bu pitsa kerak shuni o'zi qilguncha. 5 minut vaqt bo'pti video boshlangani. Birlari bo'lsa yetmay qoldi. Bundan ham kichkinarog'ini qurishim kerak edi o'zi. Nimadir kattaroq qurib yubordim. Lekin yaxshi ba'zi. Endi monerlar bilan ham to'ldirib chiqish kerak. Yetib qolsa kerak o'zi bitta qopdi mancha. Yana bitta yetmay qoldim. Borib kelishim kerak meni. Yo'q, bo'ldi tezroq. Ko'z ko'proq yetib qoldi. Mana. Endi 100% tayyor. Lekin mana bag'iga nimadir blok qo'yish kerak. Nima qilib bizncha yasab qo'yaman, zo'r bo'ladi. Boyanki olib kelgan gullarimni ham qo'yib chiqaman. Bezak o'tiradi. Mana. Hal sandiqni ham qilish kerak-ku. Sandiq qolib ketibdi. Sandiqni qilish oson, mana bulardan qilaveraman. Bas sandiq rangi yo'q-ku. Bittagina yetamiz. Hozir men fanar ham qilmoqchi edim. Mana bu ortib qo'yganlarini eritib qilaman endi. Men misli qilmoqchiman. Lekin bu uchun ko'mir kerak. Ko'mir qayerdan olsam ekan? Lekin tunneldan ko'mir topolmadim. Mana buyoqdagi fanarlardan olib turaman. Bor ekanmiz. Bicha zo'r. Non qo'ymay qolibdi. Borib o'zi fanarda olib kelgunimcha erib qolsa kerak. Nima tushunmayapti. Men bulardan yoritgich yasamoqchiman. Misli yoritgich shu versiyaga qo'shilgan. Bemalol misli yasasam bo'ladi. Shu uchun o'zi mis olib keldim tunneldan. Temirdan ko'ra yaxshiroq deb eribdi. Mana ikki qurish. Xuni ko'rnikam. Qani yasalaysiz? Yoritgich yasolmaydimi yo'q? Misli yoritgich qo'shilmaganmi? Lantern deb yozishim. Lantern mana. Yo, menga mislisi kerak. Nima? Misli. Copper torchmi? Ha, mislisini yasash kerak ekan hali. Qani yasalar copper torch? Copper torch ham. Ko'mir kerak ekan-ku shu. Mana endi yassam bo'ladi. 4 ta yassam bo'lar ekan, zo'r-ku. Endi mash'ala yasaymiz bulardan. Bu qanaqa oddiy? Mana bunday yasalasizlar. Yaxshi, ikkita ham yassam bo'lar ekan. Bittasini bu yerga,
ikkinchisini biz tashqariga qo'yib qo'yamiz. Ne bo'lmayapti? Ha, mana shu uchun ortib qo'ygan ekan desam. Mana. Mana shuni qilib, ne qo'yib qo'ysam turadi. Birinchi uyim tayyor. Buni 1 minutdan ortiq qurgan bo'lsam, baribir bu birinchi qurganim. Mana bu bazamni tashqaridan to'liqroq ko'rinishi. Shunday qilib bugungi videoyim tugadi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.